Sobir. Tanidingmi? Kim? Yo'q. Tanimadingmi? Men ham tanimadim. Kim? Shuhrat. Ishxonadagi Rustam bor, o'shani so'rab kelishibdi. Uylanyapti menimcha. Maqtavordim. Yaxshi qilsan maqtan. Maqtavor deyman. Ha, yaxshi bola-yu. Shunchaki bitta savolda. Xo'p, Sen bu bola bilan hech safarga chiqqanmisan? safarga yo'q chiqmaganman. Pul oldi berdisini-chi qilib ko'rganmisan? Pul? Qarz olib, qarz berib. Yo'q, bunaqasi ham bo'lmagan. Eng muhimlaridan bittasi jahli chiqqanda-chi ko'rganmisan? Ko'rmagan ekanman jahli chiqqanda. O'zini bunaqa savol? Chunki men ko'rganman o'rtoq. O'zini otasi tengi odamga qanaqa muomala qilganini ko'rdim. Jahli chiqqan holatda. Mana shunaqa noto'g'ri informatsiyani hisobiga yosh oila buzilib ketyapti. Birov haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, hech kimga maqtama. To'g'ri aytasan. Yaxshi nasihat bo'ldi. Baraka top.